Alloh taolo jonli mavjudotlarni 3 toifada yaratgan: farishtalar, hayvonlar va insonlar. Qaysi biri eng afzal? Javob Rasul va Qur'onda. Farishtalar, Alloh ularga faqat aql bergan, nafs va shahvat berilmagan. Ular doimiy ravishda Allohga ibodat qilib turadilar. Nafslari bo'lmagani uchun hech qachon gunoh ish qilmaydilar. Shuning uchun ular Allohning itoatkor bandalaridir. Hayvonlar, nafs berilgan, aql berilmagan. Ular faqat nafslarini qondirish g'amida bo'ladilar. Aqli bo'lmagani uchun ularga gunoh yozilmaydi, chunki ular aql bilan mukallaf qilinmagan. Insonlar, Alloh insonlarga ham aql ham nafs bergan. Agar inson aqlni nafsidan ustun qo'yib hayotini shariatga muvofiq o'tkazsa, u farishtalardan ham afzal bo'ladi. Sababi nafsi bo'la turib aqlini nafsidan ustun qo'ydi. Ammo agar nafs aqldan g'olib kelsa, nafsning havoyi istaklariga ko'ra hayot kechirsa, gunoh ishlarga berilib ketadi. Insonda aql bo'la turib uni ishlatmaydi. U hayvondan ham tubanroq bo'ladi, sababi insonda aql bo'la turib uni ishlatmaydi. Qur'onda nafsni poklash haqida takror-takror zikr qilingan. Shams surasi 9-oyatda darhaqiqat nafsini poklagan kishi najot topur deyiladi. Bu oyat haqida mufassir Ibn Kasir rahmatulloh alayh shunday deydi. Bu oyatning ma'nosi shuki, kim nafsini Alloh taoloning itoati bilan poklasa, uni razil sifatlar va pastkashliklardan tozalasa najot topadi. Noziyat surasi 40-oyatlarda esa, ammo kim Parvardigorning huzurida turishidan, hisob berishidan qo'rqib nafsini havo istaklaridan qaytargan bo'lsa, albatta uning maskani jannatdir deyiladi. Demak, kim qiyomat kunidagi hisob-kitobdan qo'rqib nafsini gunoh ishlardan tiyib yursa, unga jannat va'da qilingan. Imom Abu Dovud rivoyati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham hadis shariflarida nafsini poklagan kishi iymon halovatini tatishini xabar berganlar. Agar siz nafsni qanday poklayman, Qur'onda najot nafsni poklash bilan bog'langan, ammo bunga qanday erishiladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men bu uchun maxsus uyg'on, ey nafsim, 7 kunlik challenge tayyorlaganman. Kanalimga kiring va birinchi kundan boshlab challenge ni boshlang. Har kuni bitta amal, har kuni nafs tarbiyasi, har kuni Allohga bir qadam yaqinroq.